Azizlarim, men sizga bugun yangi gap aytmoqchi emasman. Faqat unutib qo'ygan narsalarimizni eslatib qo'ymoqchiman. Ba'zilar ustini bezatib yashar, lekin insonning haqiqiy bezagi chiroyli xulq ekanini unutib qo'yamiz. Kimlardir xulqini tuzatib yashar. Bu eng og'ir va sharafli yo'l. Ba'zilar kimlargadir uzatib yashar. Ehson, sadaqa qiluvchilar qadrli insonlar. Lekin inson o'z qadrini asrash eng qadrlisi. Ba'zilar kimlarnidir kuzatib yashar. Ibrat olish uchunmi? Yoki nuqson izlash uchunmi? Azizlarim, biz qaysi birimiz? Bir eslab ko'raylik.